Siz bilan biz azizlar fayzli davrada o'tiribmiz. Kimlar qayoqda o'tiribdi hozir? Qurbi yetadi-yu, imkoniyati yo'q. Imkoniyati bor-u qurbi yetmaydi. Yo'qchilik ekan deb nolib qoladi aziz mehmonlar. Yo'qchilik nima yo'q? Boshpana ishi yo'qligimi? Yo'qchilikdan yomon narsa bormi? Oqibatda yo'qligiga nima deysiz? Qadr qiymatli yo'qligiga, aka ukani, opa singil, bag'ri jigarni bir-biriga mehri yo'qligidan Xudoni o'zi asrasin azizlar. Faraz qilasiz, erta bahor o'riklar gullaydi, bodomlar gullaydi. Xullas, daraxt zoti borki, barchasi gullaydi. Bahor nafasi, hayot nafasi olamni tutgandek bo'ladi. Lekin mayingina bir ipkin, mayingina bir shavoda daraxt gullarini yer bilan bitta qiladi azizlar. Insonning umri ham shu daraxt gulini umriga o'xshaydi. Daraxt guli tanasiga qanchalar omonat bo'lsa, siz bilan biz ham dunyoga shunchalar omonatmiz. Aytmoqchi bo'lgan fikrim shu omonatning qadriga yetaylik. Bugun borib, hozir borib ayting, do'stim, menga juda ham keraksan deb bugun ayting. Otajon, yelkamda ko'tarib hajlarga olib boray deb bugun ayting. Onajon, seni juda ham yaxshi ko'raman. Quling bo'lib, umrimni oxirigacha xizmatingni qilay deb bugun ayting. Ertaga bu baxtlar kimga nasib qiladi, kimga yo'q azizlar. Shu omonatlikni isbotlab qancha insonlar o'tib ketdi. Dunyodagi eng og'ir dard ota-ona-yu farzand dog'i bo'lsa kerak. Qadimda yamonlarni qo'liga 3 ta erkak kishi tushib qopti. Yamonlarni boshlig'i ostorga deb buyuribdi. Shu payt dod faryod solib, yig'lam siqtab, o'zbek ayoli yig'lab kelgan ekan. Kechira qolinglar, jabr qilinglar, 3 ta erkakni bittasi akam, bittasi o'g'lim, bittasi kuyovim bo'ladi debdi. Shunda yamonlarning boshlig'i kechirim qilib, "O 3 tasidan bittasini tanlab ol" deganda, o'zbek ayoli akasini tanlagan ekan. Ha, eringchi desa, "Yoshman, erga tegib olarman" debdi. Ha, o'g'lingchi desa, "Yoshman, erga tegsam tug'ib olarman, lekin bu dunyodan ota-onam o'tib ketgan. Hech kim menga aka topib bera olmaydi" debdi. 5 kunlik dunyoda aka-ukani, opa-singil, bag'ri jigarni bir-biridan mehridan ayirmasin. E'tiboringlar uchun rahmat.